Assalomu alaykum O'zbekiston ahli, China Motors muxlislari, podpischiklari va bizning mijozlar. Umuman olganda hammaga salom. Xo'p, oxirgi paytda ko'p trendda bo'lgan qanaqangi rolikga chiqib ketdi. Aytildiki, boshlang'ich 10% bilan oylik to'lov 1,5 million bilan katta Taho'ni sotib oling degan gaplar shunaqa chiqib ketdi. Yo misol uchun boshlang'ich misol uchun 90 million pul berasiz, Zikr X9 ni olib ketasiz degan oylik to'lovi esa 1,5 million so'mdan degan shunaqangi xabarlar chiqib ketdi va bu yaxshi rezonans berdi, lekin xalqning ham la'natiga olib keldi. Sababi chunki u yerda reklamni podxod bilan odamlarni aldash shunaqalar bo'ldi, lekin xalq norozi bo'ldi. Biz hozir shunaqangi ko'rsatib beramiz kalkulyatsiyani. Hamma narsa aniq tiniq. Boshlang'ich to'lov qancha bo'ladi, oyga qancha to'lov qilasiz va qanday bo'ladi. Rassrochka usullari, avtokredit usullarini hammasini yashirmasdan kalkulyatsiyasini ko'rsatib beramiz. Bugungi videodan uzoqlashmang. Bugungi videomiz Samarqand filialida bo'lyapti. Xo'p, umuman olganda filialimizda nimalar bor, bir shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Jack X7larimiz, Jack G7lar yetib keldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, xarid qilishingiz mumkin. Komforti bemalol Malibu'ni beradi, narxi esa Gentra bilan bir xil. Pastda nomerlar bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa telefon qilasiz. Bu tomonda esa bizda har doimki Jack X200larimiz Samarqandda yig'ilyapti, shu bizda yig'ilyapti va bizdan tarqalyapti. Buni to'lovlari bo'yicha hozir birma-bir tanishtirib o'taman. Endi ichkariga ketamiz. Avtosalonimiz. Endi hozir u yoqda uborka ishlar ketyapti. Ahamiyat bermaysiz. Jack J6 bor, kimga kerak bo'lsa rassrochka ham qilib beramiz. Jack G7 bundan ham rassrochka qilib beramiz, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa. Bu mana bu bugun ko'rib chiqayotgan mashinamiz, bonuslari bilan hammasini ko'rib chiqayotgan mashin ana shu mashin bo'ladi. Xalqning ishonchini qozondi va xalq bunga o'rgandi va xalq bu bilan hozirgi kunda mazza qilyapti. Xo'p, gruzopodъемность 2 tonna 100, 3 tonnagacha bemalol ko'taradi. Tavsiya qilinmaydi, lekin bemalol torta oladi. Motorimiz 2 atmosferni, metan propandan muammo qilmaydi. Xohlagan gazingizni qo'yadi va bunda garantiyamiz 3 yil yo bo'lmasa 100 ming probegda. Bu shunchaki qog'ozda qoladigan garantiya emas. Garantiyamiz korobkasiga, motoriga va zadni mosiga beriladi. Asosiy detallarga beriladi, xullas kalon. Xo'p, endi bunda hozirgi paytda nimalar bor? Shuni bir to'liq aytib o'taylik. Bunda birinchisi rassrochka bor, ikkinchisi avtokredit bor, uchinchisi bunga skidka bor. Ana shu bitta mashinada shu uchalasi jam bo'lgan. Xo'p, rassrochka qanaqa bo'ladi? Rassrochka mashina narxi chegirma maxsus narxga kelmaydi, o'zi narxida qoladi va teng yarmisini to'laysiz. Teng yarmisini to'laganingizdan keyin qolgan pulni esa bo'lib 13 oyga bo'lib berasiz. Rassrochka varianti shu. Yana aytaman, 50% ni to'laysiz, qolgan 50% ni 13 oyga penyalarsiz, jarimalarsiz to'lib bo'lib berasiz. Xo'p, avtokredit qanaqa bo'ladi? Avtokredit yoki naqdga olmoqchi bo'lsangiz, bu mashinaga 16 million 800 minglik chegirma paydo bo'ladi. Narxdan arzon narxga tushadi va qolgan pullar esa boshlang'ich hozirgi paytda ochiqni aytaman, real 25%, eng minimali shu. Yana aytaman, ogoh bo'ling. Ba'zi odamlar aytadiki, boshlang'ich 10% bilan chiqarib beramiz, boshlang'ich 20 million so'm bilan, 2000 dollar bilan. Yo'q azizlar, ishonmang. Men sizlarga ichim kuygandan aytaman. Boshlang'ich minimal bank orqali chiqadigan 25%, leasing kompaniyalar borida 10% bilan chiqarib beramiz, boshqa hozir ular qilib bermayapti. Hozir ularda resursi yo'q. Shu uchun bank orqali bo'ladi 25%. Ana endi buni to'liq sifralarga o'tamiz. Ketdik, ekrandan uzoqlashmang. Xo'p. Ana endi tak. Bank kalkulyator ochilib, mana bu ochiq ekranimiz. Endi qarang. Mana bu yerda Jackboardni ko'rsatyapmiz. Jackboardni eski narxi tak, board mana 248 million bo'lgan. Bu 248 million 640 ming so'm. Mana bir kattaroq qilib ko'rsataman. Tak, kattaroq uzrni qilamiz va qizil ranglar 248 million 640 ming. Bu rassrochka narxida bo'ladi.
248 million 640 ming rassrochka. Buni teng yarmi. Mana shu hisoblab beramiz. Buni bo'lamiz 2 ga. Tak. 124 million 320 ming to'laysiz va buni teng to'liq 13 oyga bo'lib beramiz. Buni ham olamiz. Shuni formatga tashlaymiz. Agar siz bortni olmoqchi bo'lsangiz, Jack X200 bortni narxi 248 million 640 ming so'm, 124 million 320 ming so'm to'lov qilasiz va shuni teng 13 ga bo'lsangiz 9 million 563 mingdan chiqadi 13 oyga. Hech qanday pena jarimalarsiz bo'ladi. Bu rassrochka variantimiz, esingizdan chiqmasin. Endi avtokredit varianti ko'rib chiqamiz. Avtokreditda olmoqchi bo'lsangiz, mana ko'rsatyapman. Jack X200 avtokreditga 231 million 840 mingga narxi aylanadi. Buni avvalgi narxi 248 bo'lsa, mana shu yerda avtokredit bilan naqdga buni narxi arzon bo'ladi. 16 million 800 ga arzon bo'ladi. 231 million 840 ga aylanadi. Boshlang'ich 25%. 25%imiz 57 million 960 ming. 58 million so'm pul bo'ladi. Tak, Gadavoy 24 bilan beriladi. Buni ham foizini baland qilib, bizning misol kuzatuvchilar bilsin. Mana qizil qilib qo'ydim. Gadavoy 24% bilan beriladi. Agar 5 yilga olaman desangiz, 60 oygacha 5 yilgacha olishingiz mumkin. Yana aytaman. Jack X Board 231 million 840 ming skidich narxi, 25% boshlang'ich to'lov bu 57 million 960 ming, 58 million bo'ladi. 5 yilga olasiz. Gadavoy 24% bilan olsangiz, oylik to'lovi 5 million 2 mingdan chiqar ekan. 5 milliondan chiqar ekan. Tushuntirib beroldimmi? Agar buni 5 yillik ko'plik qiladi menga, 3 yilga olaman desangiz, 6 million 800 dan chiqadi. Hech narsasi o'zgarmayapti. Faqat oylik to'lovi 6 million 800 dan chiqyapti. Tak, davay buni ham katta qilib ko'rsataman. Buni esa qaysi rangda? I'm sorry. Mana ko'k rangda qildim. Agar Jack X200 bortimizni 3 yilga olaman desangiz, Gadavoy 24% bilan chiqadi. Oylik to'lovi 36 oyga 6 million 821 dan chiqadi. Tak, 2 yillik hisoblab ko'ramiz. 2 yillik 9 million 100 dan chiqadi. Tak, 1,5 yillik hisoblaymiz. 11 million 590, 11 million 600 dan 1,5 yilga hech kim olmasa kerak. Bizda hozir eng ommalashgani mana shu 3 yillik bilan keyin 4 yilligi bor. 5 million 600. Ana shuni tavsiya qilib qolamiz. Xo'p, bu 231 millionlik narx. Mana ham katta qilib ko'rsatay. Esingizdan chiqmasin. O'zini narxi 248 million, 231 millionlik narx qachon amal qiladi? Avtokredit va naqdga. Azizlar, xullas kalom bizdagi yangilik shu. Biz hozir hamma sifrani sizga aniq va tiniq yashirmasdan qanaqangi bo'lsa, bor-boricha hammasini tushuntirib berdik. Aniqroq aytadigan bo'lsak, biz ham qilsak bo'lardi. Boshlanishiga keling 20 million so'm berasiz va oylik to'lov 1 million 200 dan chiqadi, 1 million 100 dan chiqadi desak bo'ladi. Yo'q, unaqangi kerak emas. Bizda hammasi aniq va tiniq. Kelasiz, eng asosiysi, agar to'lov qiladigan bo'lsa, pastda nomerlar bo'ladi. Menejerlar bilan gaplashasiz, shartnoma olib to'lov qiladigan bo'lsangiz, mashinani o'zingiz kelib tanlab olib ketasiz. Bizda misol uchun Vinko sizga bunga chiqa, unaqa gap yo'q. Kelasiz, Jack X200 ni aytasiz, misol uchun bortlik olmoqchi bo'lsangiz, bizda bortliklar kamida har doim 3 ta vibrda turadi. Keldingiz, tanladingiz, menga bu bort yo'qdi. Shuni olib ketasiz. Yo'q, bunisi emas, bunisi yo'qdi, olib ketasiz. Agar to'lov qiladigan bo'lsangiz, avtokredit adashmasam, где-то 3 soat, 4 soatlarda hal bo'lib qoladi. Ertalab kelsangiz agar, bankka menejer bilan borib to'lov qilsangiz, 3 soatlarda bo'ladigan bo'lsa, obyektdan keyin mashina minib ketyapsiz. Kafolat xati bilan bo'ladigan bo'lsa ham, misol uchun bankda orqali oladigan bo'lsangiz, kafolat xati bo'ladigan bo'lsa ham muammosi yo'q. Uni ham biz aynan mijozlarga qiyinchilik bo'lmasligi uchun qilib beryapmiz. Xullas kalon, bizdagi yangiliklar shunaqa. China Motorsda qoling, China Motors xalq tanlovi, China Motors Samarqand filialidan efirni olib bo'ldik.